Salatul azimiyya deb eng ulug' salovat ekan. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيننا وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا رب روحا لذواتنا من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. ماشي صلاة عظيمية شو صلاة العظيمية deb eng ulug' salovat ekan. Xuddi shunday qilib 70 dona o'qish uchun 1,5 soat vaqt ketadi. Mana shu tez o'qishdi. Ijimizda Salatul azimiyani kechasi o'qiydigan odamlar bo'lib tursa, shak shubha yo'q, u jamoat ichida duoni ijobat bo'lmasligini iloji yo'q. Salatul azimiyani biz bomdoddan keyin bitta o'qib qo'yaman. O'zi adadi 70 ta bo'lsa, jamoat ichida bir 100 ta odam qoladi kamida. Yasinga ba'zilarda ishi bor chiqib ketib bo'lsa, bitta o'qisa, har kuni bomdodda muhtaram jamoat bizni Salatul azimiyamiz yetadi. 70 tadan oshadi. Demak, men mehr qo'yib, muhabbat qilib o'qishligimizni albatta undan keyingi duoni ijobatligiga shubha yo'q. Muhammad ibn Idris rahimahullohni qabrlari quyoshda singari nurga to'ldi. Qabr qanaqa qorong'u bo'ladi? Quyoshda singari nurga to'ldi. Quyosh yer yuzini yoritayotgandek nurlandi. Qabrga qo'yayotgan shogirdlar shunaqa havas qilishdiki, koshki ustozimning o'rniga men o'lsam, u meni qabrim shunaqa nur olsa dedi. Ular ham Xudoga yetishgan odamlar. Qabrga qo'yayotgan kimsalar. Ustozing Muhammad ibn Idris rahmatullohi alayhi zot bo'lish uchun Salatul azimiyani o'qiysan, seni ham qabring shu nurga to'ladi degan ovozni eshitdi deb. Kitob yozyaptilar. Salatul azimiyani o'qib hayot kechirgan odamni qabri inshaalloh va robbil izza shunaqa nurga to'lar ekan. Shuning uchun muhtaram jamoat, ibodatga biz shunaqa bir tashna bo'lishimiz kerak. Ibodatni ozi ko'p savobini beradi. Oz bo'lsa ham ahabbul amal ilalloh adwamuha va in qalla. Amallarning yaxshisi oz bo'lsa ham ala davom qilish. Shu ala davom qilinaversa, Xudo xolisi insonning hayoti chiroyli, go'zal bo'lishlikka sabab bo'lar ekan.